Yo'q, hammaga salom do'stlar. Bugungi videoda biz localhost server ochishni o'rganamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Hop, birinchi navbatda Telegramga kirasizlar. Qidiruvga shu pastda gamer deb qidirsalaring, o'sha bilan mana shu kanal chiqib keladi. Bu yerga kirib paper 1.16.5 degan faylni mana shu localhost degan papka yaratib olasizlar oynaga. Bu paper papkasini kirib olasizlar. Hop, yuklab oldik. Endi uni ochinglar. Giramiz mana. Hop do'stlar, ustiga 2 marta bosamiz. O'zi ochilyapti. Kutib turamiz do'stlar. Biroz ishlagandan keyin bo'ldi, ishga tushdi. Hop, mana shunday papkalar chiqadi. Eola degan joyga kiramiz. Hop, bu yerdan Eola files turgan bo'ladi. Sizlar uni true'ga o'zgartirib, file'ga kirib, save qilasizlar va ketasizlar. Serverga kiramiz. Hop, bu yerda nastroyka qilib olasizlar ham bo'ladi o'zlaring. Hop, pastroqqa tushsalaring. Hozir. Online modeni tavsiya qilasizlar. Ketamiz. Buni nomini ustiga bosib turib, nomini server qo'yamiz va 2 marta bosamiz. Do'stlar, yana bir narsa. Serverga kiramiz va port degan joy tug'iladi. Mana server port degan joyiga mana shuni copy qilamiz. Va serverimiz yondi mana. Mana ishlayapti. Va Minecraftga kiramiz 1.16.5 ga. Multiplayerga kiramiz, alt serverga. Local host va hozir copy qilgan portimizni tashlaymiz. Va done. Pastroqqa tushsak, mana do'stlar server ishlab turibdi. Kiramiz. Do'stlar mana negadir meni
endi ko'tarish bo'ladi. Bemalol o'ynasang bo'ladi. Mana o'zimizga operator operator berildi mana. Playerlardan bir kishi kirgan mana. Do'stlar mana. Bizga operator berildi. Mnoji kreativ qilamiz. Bemalol do'stlaringiz bilan o'ynasangiz bo'ladi. Bu serverni maslahat beraman sizlarga, shu yerdan o'chiringlar. Stop deysizlar. Do'stlar, keyingi videoda men sizlarga pluginlar o'rnatishni o'rgataman, wordlarga o'rnatishni o'rgataman. Keyingi video chiqish uchun 50 ta bo'lishimiz kerak. Obuna bosib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, hammaga